70.000 pulga olmaysiz mana. Xursandmisiz? Necha pulga baraka bo'ldi qora aka? 18 million 100 ming. Hojibon necha pul qilyapsiz? 14. 19. Arzonchi bo'laman-da. Assalomu alaykum vodiy chorva ishqibozlari. Hammaga xayrli tong. Kunimizni Alloh taolo xayrli, barakali qilgan bo'lsin. Bugungi kunimizni ham inshaalloh manfaatli, barakali qilgan bo'lsin. Hammaga xayrli tong. Akalar, ukalar, biz inshaalloh Andijon viloyati Asaka tumani O'zbekiston bozoridamiz. İnşallah biz sizlarga kontentni boshladik. Hafta kunimizga 27-avgust kunimizga payshanba 2026-yil. Akalar, Xudo xolasa bo'y baslari 1.10, 1.20 plus minusida Xudo xolasa o'zimizning zotdorlardan. Xolasa bu savdosi ham bo'lyapti. Bugunga necha bosh bo'ldi Xudo xolasa aka bozorimiz? Ko'ramiz bunda. Oyoq qo'llarni ko'ryapmiz Xudo xolasa akamiz niyat qilib olib chiqibdi inshaalloh. Oyoq qo'llarimiz o'rtacha 300-400 kilo atrofida, bo'ylari taxminan 1.20 atrofida. Bor aka necha puldan qo'yapmiz? Necha pul deyapmiz buni? Bularning mo'llarni 28, 27 bo'ladigan, mo'llar 25 dan bo'ladi. 25 dan. Hammasini xayri kami bor. Yeb ichishlari qanaqa ekan, qora aka? Yemo-ichmoqlari zo'r. Andijon vodiy bo'ylab dastlabkalarimiz bormi? Xudo xolasa qiziqadiganlarga. Nomerlarimiz bormi aka? Telefon nomerlarimiz. Qiziqadiganlarga. 93lik 706 11 30. Akalarga Xudo xolasa aloqaga chiqib, qolgan ma'lumotlarni o'zlaridan chiroyli olib kelishib inshaalloh savdosini qilsalar bo'ladi. Aka, bozoringiz bersin. Mana inshaalloh yana baqaman, maza qilib Xudo xolasa katta qilaman, o'zim bozorlarga olib chiqaman deydigan bo'lsalar yoki olib bir foyda qilaman deydigan bo'lsalar, oyoq qo'li uzun o'zimiznikilardan, bo'ylari taxminan 1.10, 1.15 deb berib turibdi Xudo xolasa. Veslari taxminan 300 kilo buyog'ida bor taxminancha. Mollarni yeb ichishlari, oyoq qo'llari zo'r. Meni kim olar ekan deyapti bular. Qora aka, bu kimdan ekan? Kimdan ekan bu, bilmadinglar? Egalari yo'q hozir. Simit baqaman deydiganlarga Xudo xolasa oyoqlari yengilligidan, puli chiroyligidan taxminan bir bo'ylari. Beslari 300 kiloga yaqin. 260-300 Xudo xolasa taxminiy narxlar. Mollarimiz bugun olov, o't. Juda chiroyli mollar. Xudo xolasa bu 15, bu 20 beradigan. Beslari juda, oyoq qo'llari juda yengil. Xudo xolasa ma'lumotlarni olib, yana sizlarga o'zimizga ko'rak. Zotdor baqaman deydiganlarga zotli. Xudo xolasa hammasida sharoitlaridan bor, chiroyli qilib. Bu kimdan aka? Sizlardanmi? Bugungi qora aka necha bosh bo'ldi? Bugungi nechta bo'ldi Xudo xolasa aka? 6 ta. Qaysidan qaysiga kelo? Bundan kattaga ro. Xudo xolasa aka, bu narxlari qanaqa ekan? 19 bundan boshlanadi. Bu eng chekidagi 25,5. Xayri kami bor. Ha, bunimizga qiziqadiganlargacha aka, zotiga. 23. Xayri kamini bor. Xudo xolasa akalar, oyoq qo'li yengil. Zinatini beramiz. Aha.
chiroyli o'qituvchi mollarimiz. Akamiz o'zi dastlabki xayri kamini qilib beraman deyapti. Inshaalloh aka qiziqadiganlar bo'lsa aloqaga chiqib bemalol so'rashingiz mumkin. Inshaalloh sizlarga nomerlar olamiz chiroyli. Aka qiziqadiganlarga nomer beramizmi? 93lik 506 506 17 1704. Akalar inshaalloh qolgan ma'lumotni o'zidan olib bemalol gaplashib, xayri kamini kelishib, butun vodiy bo'ylab dastlabkamiz inshaalloh. Butun vodiy bo'ylab dastlabkalari bor inshaalloh. Ko'rib buni 10, buni 15 bo'ylari, xudo xolisa taxminiy bo'ylar. Xudo xolisa. Ular yag'isaki balandlashib borgan. Bor aka, savdoingiz bersin. Necha pul qilyapsiz bor aka? Endi akam 42 nar aytdim, kami bor dedim, so'rang. Ikkalasiga ham 42 kam bor. Kami bor. Menga qimmat. Arzonroqdan istaymiz xudo xolisa. Sog'lom, oyoq qo'llari uzun. Zotlar baqaman desalar zotlar ham inshaalloh bor ekan. Bugungi bozorga nechta bo'ldi xudo xolisa aka? 1 2 3 4 5 6 ta aka. So 6 ta tugayapti. Ha, 6 ta gap. Bu yerdan aka 1 2 3 ta. Ha, ana u bilan 4 ta aka. Ha. Svital. Buni yebishlari qanaqa ekan, qora aka? Yebishlari so'z garantiya beriladi aka. %100 xudo xolisa. Oyoq Bular qo'llari sherilaniki, kishiniki. Bular bu yerga oqqachamaniki aka. Orqadan sizniki. Beslari haqi qanaqa qo'ydingiz buni narxlarini, qora aka? Aka mana uchalasini 18 dan. Kami bor deyilgan. Xayri kami bor. Xayri kami bor. Mana uchalasi 17 dan. 17 dan. Buni ham kami bor. Xayri kami bor. Akalar, qo'llarimizni orqa boshlari, bemalol oyoq qo'llarni ko'rsanglar bo'ladi inshaalloh aka. 18 deyayotganlar. So'rasanglar bemalol xayri kamini o'zlar dedinglarga qarab olaverasizlar inshaalloh. Yurish-turishlari, qilishlari shu. Qiziqqanlarga nomerimiz bor aka? Bor aka, 93lik 93lik 127 127 69 69 06. 06. Akamizga aloqaga chiqib bemalol so'zlardan qolgan ma'lumotlarni olsanglar bo'laveradi inshaalloh akalar. Mana bu qatorda arzoncharoq deganlarga inshaalloh buni ham hamyon bor. Vodiy chorma qora aka. Bu arzoncharoq deganlarga pul arzoncharog'idan xudo xolasa akalar savdosini qilyapti. So'tidan baqaman degan sho'xlardan bor ekan. Kimdan ekan qara? Qara sizdan? Necha pul narx qo'yapsiz? Ha, bitta sizdanmi? 16 pasini Shu molga 16 nafasini so'rayapti. 16 million xayri kami bormi deyapti. Borzolariga yaxshi-da. Oila kirt mol turishga o'xshatiribsiz-da. Bering endi aka. Yaxshi narx bo'ldi. Bering hoji buva. 200 ming operatsiya yarimdi. 300 ming operatsiya yarimdi. Ana bozoringizni o'tkazmang, daxldor bo'lganda soting. Bu agarda dikon bo'lsa bozoringizga gapiring. Men tutamisiz? Hech qo'ydiga. Sheyona, qo'hme. Burzamisiz?
Necha pulga baraka bo'ldi qora aka? 18 milyon 100 mingga. 18 milyon 100 ming aka. Qora akalar mana. Real narx. Boylari 1.10 deydi xudo xolasa. Juda chiroyli narx. Vodi chorva qora aka. Mana. Barakasi bo'ldi. Sotganga olganga Alloh baraka bersin akalar. Mana akalar xudo xolasa arzonchiroq bo'ladigan bo'lsa, puli yengilroqdan, sifati zo'ridan xudo xolasa akalar. Savdolari juda arzida, savdolari juda baland bo'lyapti. Xolasa akalar, bo'ylari 1.10 plus. Minusi ham bor. O'zimizni mollar xudo xolasa akalar. Men kelishtirma deyapman. İnşallah olsun sağ olun. 7'den bermadi. Aynen. O'zi yaqin atdi. Ochib berolmayman aka. Yo'q aka. Jupiga necha pul savdo bo'lyapti ekan qarang. 34 berdi. Aka qaysiga? Ikkala olaga. Jupiga 34 aka. Boylari 1.10 plus xohlasa. Oyoq qo'llari uzun bo'lsa, baqaman, katta qilaman deydiganlarga rosa chiroyli mol ekan akalar. Orqa boshlarni, old boshlarni xohlasa sizlarga ko'rsatsamiz, xohlasa. O'ta go'zal mollar. Asa tayyor, o'zgarishga tayyor mollar ekan. Yeyman, kilo olaman, ves olaman deb. Qora aka, qolganlar bularga necha pul narx aytyapsiz? Aka bularga 17,5 dan deyapman aka, kami bor. Xayri kami bor, xudo Endi xolasa. aka nasib bu, nasib. Qiziqadiganlarga nomerlarimiz bormi? Bor aka. Nomerlarimiz 93lik. 93lik 214 214 78 68. 78 68 akamizga aloqaga chiqib qolgan ma'lumotlarni o'zlaridan olib, xudo xolasa. Vodiy bo'ylab dastlabkalarimiz bor. Yeb ichishlarga bir hafta 10 kun Javob beraman. bir hafta 10 kun yeb ichishlarga javob ha. Akalar bozoringiz bersin. Respublika baraka bo'pti qora aka. 13 million 200 million bo'lsa baraka bo'ldi. Bo'ylari 1 plus xudo xolasa. Oyoq qo'llari yaxshi, o'zimiz javdar mollardan xudo xolasa. Menimcha bozor yomon emas, yaxshi. Zo'r narx tutdi. Qora aka hormang, bugunga necha bosh bo'ldi? Bugunga necha bosh bo'ldi? Tuzimsiz? Uylar bor, hattoki uyda ham bor, o'g'illarimiz. Ha. Ashagacha 16 dan kami bor. 16 kami bor. 16 dan kami bor. Aha. Monolar 15 kami bor, monolar 14 dan kami bor. O'zimizni mesniymi? Ha, ha. 6 madiyatli mola. Uyda ham bor, uyda. Yana bor ha ko'chatlaridan. Dastlabki ham bor, dastlabki. Yeb ichishlari-chi? Ijolasi. Yeb ichishlari 5 kun 10 kun sinovlar ha, xudo xolasa. Oldi ko'rinishlarini ko'rsatamiz, xudo xolasa. Aka, Mana kichkinalar. Ben başı aç kichkinaning narxida. bu ikkala kichkinasiga necha pul narx aytyapsiz? Ular 14 dan kami bor. Xayri kami bor, xudo xolasa. Qiziqadiganlar nomerimiz bormi? 99 lik 99 lik 020 020 75 75 58 58 vodiy bo'ylab dastlabki qilaveramiz, xudo xolasa. 95 lik yaxshi. Bo'ldi aka. Qiziqadiganlar akamizga aloqaga chiqib, o'zidan qolgan ma'lumotlarni olib chiroyli. 110 105 minus bilan xudo xolasa mollarimiz. Aka ko'rib Barakalar, mana o'zimizni javdar mollardan kerak, pul arzoncharoq bo'lishi kerak. Deydiganlarga pul arzoncharoq o'zimizni mollardan inshaalloh akalar. Juda bugun bozor avjida. Olarmon ham ko'p, sotarmon ham ko'p. Rizqga yarasha inshaalloh. Qora aka, bugun necha bosh bo'ldi? 13 ga berilmadi mana shu. 13 bozor qilindi. Bermadingiz-a?
Boylari bunun 10 yilishlar Xudo xolasa. Qora akalar savdosini ham qilyapti Xudo xolasa. Qora aka nechi pulga savdosi bo'lyapti? 15,5. 15,5 savdosini olishga kelishdi. Kim olsa olsun. Gelen yok. Yok bundan kim? Babakon. Oltizga bo'ldi baraka deydi. Yok. Ana deneyle. 15 yaşında bereket değil. Yemezler. Nechi pulga baraka bo'ldi? 100 mingga 14. Ha. Mana akalar. 100 ming kam 14. Achibolani ham mollar. 100 ming kam 14. Boylari biri 10 pirus. Yaxshi narx menimcha. Xudo xolasa. Qora aka bugunga nechi bosh bo'ldi? 18. Bozoringiz bersa. Mana chiroyli zot olaman deganlarga zotdorlardan shved parodalar. Juda ajoyib, juda chiroyli. Kichkintoy, o'zing sotyapsanmi? Ha, malades. Chiroyligini qarang. Go'zalligini qarang. Juda chiroyli. Men bir o'ylashim uchun 4 oylik yo 5 oylik bo'lsalar. Nechi puldan deb 18 narx qilyaptim. Ko'rib turganlar 18 dan narx qo'yibdi akalar. Gitti yürü. Hadi hele. 18. Aka qiziqqanlarga dastlabkalarimiz bormi buni? Ya'ni to'chatlaridan bormi? Necha oylik ekan bular? Endi oldingizmi? Tirikchilik aka. Xudo xolasa qiziqib orqavoslarni ko'ringlar. Qiziqdim, xudo xolasa mashinaga olmoqchiman degan bo'lsa, aka dastlabkalarimiz bormi? Vodiy bo'ylab, ha? Nomerlarimiz-chi? Nomerimiz 91lik 835 ha 875 37 nomerga aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa qolgan ma'lumotlarni akamiz o'zidan olib, Alloh rizq qilgan bo'lsa, inshaalloh xonadonlarga bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Yeb ichishga javobmi aka? Bir hafta sinovi bor. Bo'ldi. Mana borakalar, xudo xolasa. Javdari pul arzonroq. Bu hisob kattaroq bo'lsa, o'zim baqib tayyorlayman deganlarga inshaalloh tayyorlaridan bor ekan. Juda chiroyli. Bor aka bu sizlardanmi? Bugunga necha bosh bo'pti bor aka? Qaysi nechta bo'pti? 2, 3, 4, 6 ta. Mana aka kattamiz necha puldan narx qo'ydingiz? Katta 21 narx aytyapti. 21. Xayri kami bor-a? Qolgan ikkita jutgachi. Mana 18,5, 16,5. 18,5, 16,5. Bunimizgacha o'zimiznikilarga. 18,5 ha? 18,5. Nargilimiz 21,5. bunimiz 21,5. Xayri kami bor inshaalloh. Yeb ichishlariga bir hafta 10 kun so'roq savolimiz bemalol. Vodiy bo'ylab dastlabkamiz bormi qiziqadiganlarga? Bo'ladi. Xudo xolasa. Nomerlarimiz-chi? 91lik. 91lik 173 173 36 96 akamizga aloqaga chiqib qolgan to'liq ma'lumotlarni o'zidan olsanglar bo'laveradi inshaalloh.